Akalar Qirg'izistonda Karakuyan damini berib yuboradigan o'zimiz vodiyda shunaqa joy borligini bilarmidinglar do'stlar? Manzara nima deyapti? Ana bunaqangi yog'och uylardan bu yoqda 14 ta ekan do'stlar. Bemalol yaqinlar bilan kelib, mazza qilib dam olib ketsanglar bo'lar ekan. Manzarani qaranglar, ochilishini. Voydod. Do'stlar, qorni qarang qalinligini. Aytishyapti, o'tgan hafta 70 sm-gacha qorni qalinligi ko'tarilganmish. Bu safar bilmadim. Voy, go'zalligini qarang. Mashalloh. Svita muzikalar bilan, rang-barang chiroqlar bilan yana ham go'zal ko'rinibdi. Mana bu shalelarni ishlari sizlarga qiziqmi o'rtoqlar? Hozir sizlarga birma-bir ko'rsataman. Xayr qorbobo. Bismillah, 5 kishilik shaleni ichi qanaqa ekan ko'ramiz. Demak, kirganinglarda mana shunaqangi yog'och Eco House interyerslarni kutib oladi. Hamma sharoitlari bor. 2 kishilik yotoqxonasi bor. Undan tashqari 2 kishiga ko'rpa to'shaklari bor. Issiqqina teplый pol, televizor, xolodilnik, undan tashqari обогревательlargacha bor. Kuxna mebellari, mягкий уголоклari bor. Undan tashqari 2 kishilik kravat qilsalar ham bo'ladi kechki payt. Hamda qo'shimchasiga mana chiroyli sanuzellarga ega restoranlar ishlab turibdi. Menga eng yoqtiradigan manzarani sizlarga ko'rsataman. Shundoq balkonni ochasizlar. Bismillah deb chiqasizlar. Mana manzara. Nima deyapti do'stlar? Oppoqqina qor, hamma yoq go'zal. Akalar, undan tashqari o'zlarining alohida katta restorani ham bor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas-a? Ko'ramiz ichkarida nimalar bor ekan. Shundoqqina restoran kirganinglarda o'rtoqlar issiqqina tako'y sharoitlarni kutib oladi. Bemalol har xil korporativlar, bayramlarni o'tkazsanglar bo'lar ekan. Oynadan manzara vobshe boshqacha. Xohlasanglar qo'shimcha to'lov evaziga 3 mahal ovqatlarni ham qilib berishar ekan akalarimiz. Assalomu alaykum Adham aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingizlar charchamayapsiz. Ha, rahmat. Mehmonlarga aka nima takliflaringiz bor? Mehmonlarga bizda mana milliy taomlar bor. Milliy taomlardan tashqari bizlarda hozir uy parranalaridan undik go'shtlari, o'rdek, quyon, sisarka, damashq xo'roz va baliqlar bor. O'rtoqlar, agar sizlarga 14 ta shale kamlik qilsa, mana yana bonusiga uylarimiz bor. Gatoviy shay holatda bemalol oilaviy kelib davom ketsanglar bo'ladi. O'ta go'zal, do'stlar, nima deydinglar? Ertak namo. Qor yog'ishni qaranglar, mashaalloh.